23 yoshida shunday katta loyihada marketing bo'limini rahbari bo'lib boshqaryapsiz. Call centerda operator bo'lib ishladim. Yerda 4 oy 5 oycha ishladim. Tadqiqotlar qanaqa bo'ladi? Qayerdan bilasizlar bu og'riqlarni? Qanaqa qilib o'rganasizlar? Bizda asosiy community bu book blogerlar, ya'ni kitob blogerlari. Komment o'qisangiz, уже kontent planga sizda unaqa rezerv tayyor bo'ladi-da. Kitobxon xohlagan emas, kitobxonga kerakli bo'lgan biz kitob tanlaymiz, tarjima qilayotganda. Foizda umumiy bozor qanchaga o'syapti? 15-20% atrofida. Har yili 15-20% ga kitob bozori rivojlanib boryapti. Oldin xarajatlar hisob-kitob qilinmagan. Ya'ni foyda bo'lyaptimi, bo'ldi, bosish kerak bo'lgan. Asaxiy Books o'zining strategiyasida bor shunaqa punkti, ya'ni maksimal darajada qulay bo'lishi. U elektron bo'ladimi, audio bo'ladimi? Nima sizni ushlab turibdi Asahiyda? Asahiyda siz o'sha hozirgi o'sha o'ziga kelgan ideyalarni, g'oyalarni siz bemalol test qilib ko'rishingiz mumkin. Produktingiz zo'r bo'lgani bilan mijoz uni xohlamasa foydasi yo'q ekan. Endi mijozga fokus qilishimiz kerak ekan. Customer centric bo'lishimiz kerak ekan degan xayollar bo'ladi.